Bugun men sizga pensiya oladigan har bir odam bilishi shart bo'lgan juda muhim masalani tushuntiraman. Gap oddiy bir yozuv, ya'ni ariza va qayta hisoblash talabi haqida ketadi. Ko'pchilik pensionerlar yillar davomida o'z pensiyasini qanday hisoblanganini tekshirtirmaydi. Hujjatlarda yetishmayotgan ish staji, ish haqi ma'lumotlari yoki imtiyozli davrlar hisobga olinmaganini bilmaydi. Natijada oyga 100 minglab so'm, ba'zi holatlarda esa 1 million, 2 million, hatto 3 million so'mgacha kam pensiya olib yurishi mumkin. Bu ma'lumot hammaga tegishli, hozir pensiya olayotganlarga ham. Yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga ham, ota-onasining pensiyasini tekshirtirmoqchi bo'lgan farzandlarga ham. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu ma'lumotni oilangizdagi pensionerlarga albatta yetkazing. Men amaliyotda eng ko'p ko'radigan muammo shuki, odam pensiyaga chiqqanida pensiya jamg'armasiga mavjud hujjatlar topshiriladi. Mutaxassislar shu hujjatlar asosida pensiyani hisoblaydi. Lekin bu hisob har doim ham pensioner uchun eng foydali variant bo'lmasligi mumkin. Nega? Chunki pensiya miqdori faqat yoshga qarab belgilanmaydi. Unda ish staji, ish haqi, badallar, ayrim imtiyozli davrlar, bolani parvarishlash davri, harbiy xizmat, zararli yoki og'ir sharoitdagi ish, ayrim tashkilotlarda ishlagan yillar, arxivdan olingan ma'lumotlar va boshqa hujjatlar ta'sir qiladi. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar bilan yuritilgan. Mehnat daftarchasi asosiy hujjat bo'lgan. Lekin mehnat daftarchasida hamma narsa to'g'ri yozilgan bo'lavermaydi. Ba'zan tashkilot nomi noto'g'ri yozilgan. Ishga kirgan yoki ishdan chiqqan sana tushib qolgan, muhr xira bosilgan, buyruq raqami ko'rsatilmagan, lavozim nomi aniq emas, ayrim yillar umuman kiritilmagan bo'ladi. Bunday holatda pensiya hisoblovchi xodim shu hali davrni hisobga olmasligi mumkin. Odam esa buni bilmaydi. Pensiyam shuncha ekan deb yuraveradi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Ko'plab ma'lumotlar elektron bazalarda bor. Arxivlardan ma'lumot olish imkoniyati kengaygan. Davlat xizmatlari orqali murojaat qilish mumkin. Eng muhimi, pensioner o'z pensiyasini qayta hisoblashni talab qilish huquqiga ega. Mana shu yerda yashirilayotgan yozuv deganda men aynan ariza yozishni, ya'ni pensiyamni qayta hisoblab bering, hisob kitob varaqasini bering. Hisobga olinmagan ish stajim va ish haqimni qo'shib tekshiring degan talabni nazarda tutyapman. Hech kim kelib sizga aka opa, sizda yana staj bor ekan, keling pensiyangizni oshirib beramiz deb eshik qoqmasligi mumkin. Siz o'zingiz yozma murojaat qilmasangiz, ko'p holatda eski hisob o'z holicha qoladi. Men birinchi navbatda 1990-yillar va 2000-yillarning boshida ishlagan pensionerlarga alohida e'tibor berishni maslahat beraman. Chunki aynan shu davrda ko'plab korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan, xususiylashtirilgan, arxivlari boshqa joyga o'tgan. Masalan, odam 1995 yildan 1990 yilgacha zavodda ishlagan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasida 1995 yilda ishga kirgani bor, lekin 1993 yildan 1990 yilgacha bo'lgan bo'lim yozuvlari chalkash. Pensiya tayinlanganda shu 5 yilning hammasi yoki bir qismi hisobga olinmagan bo'lsa, pensiya ancha past chiqadi. Agar arxivdan buyruqlar, ish haqi vedomoslari, shaxsiy kartochka topilsa, pensiya qayta hisoblanadi. Ikkinchi guruh yug'ori ish haqi olgan, lekin pensiyada bu aks etmagan odamlar. Masalan, bir kishi oddiy ishchi sifatida 20 yil ishlagan, keyin oxirgi 10 yil ustachilik qilgan va yaxshi maosh olgan. Pensiya hisoblanganda esa faqat pastroq davrdagi ma'lumotlar ishlatilgan bo'lishi mumkin. Agar yuqori ish haqi bo'lgan davr hujjatlar bilan tasdiqlansa, pensiya miqdori sezilarli oshadi. Men buni oddiy raqam bilan tushuntiraman. Agar odamning hisobga olingan ish haqi bazasi past bo'lsa, pensiya ham past chiqadi. Lekin haqiqiy ish haqi ma'lumotlari qo'shilsa, bazaviy hisob boshqa bo'ladi. Buning natijasida oyiga 300 ming, 700 ming, 1 million so'm farq paydo bo'lishi mumkin. Juda katta staj va yuqori tasdiqlangan ish haqi bo'lgan ayrim holatlarda farq 3 million so'mgacha chiqishi ehtimoldan xoli emas. Bu hammaga avtomatik beriladi degani emas, lekin hujjat to'g'ri bo'lsa, qonuniy qayta hisoblash talab qilinadi. 3-guruh ayollar. Ayniqsa bolalar bilan bog'liq davrlar to'g'ri hisobga olinganmi yoki yo'qmi tekshirtirish kerak. Ayrim ayollar farzand parvarishi davri ishga qaytgan sanalar korxona tomonidan chiqarilgan buyruqlarni aniq ko'rsatib bera olmaydi. Mehnat daftarchasida ta'tilga chiqdi yoki ishga qaytdi degan yozuv bo'lmasligi mumkin.
Natijada ayrim davrlar noto'g'ri baholanadi. Bu juda muhim. Chunki ayollar ko'pincha staj masalasida 1-2 yil yetmay qolgani uchun kamroq pensiya oladi. Aslida esa bolani parvarishlash ishdagi tanaffus sababi rasmiy buyruqlar orqali ayrim davrlarni asoslash mumkin bo'ladi. 4-guruh zararli, og'ir yoki imtiyozli sharoitda ishlaganlar. Masalan, kon, kimyo sanoati, metallurgiya, paxta tozalash, issiq sex, tibbiyotning ayrim yo'nalishlari, ta'limning ayrim toifalari, transport, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda imtiyozli hisobga olinadigan davrlar bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda bir nozik joy bor. Faqat men og'ir joyda ishlaganman deyish yetmaydi. Lavozim nomi, ish joyi, ro'yxatga kirishi, buyruqlar va tasdiqlovchi hujjatlar kerak. Masalan, 2 odam bir korxonada ishlagan bo'lishi mumkin. Biri haqiqatan imtiyozli lavozimda, ikkinchisi esa oddiy ma'muriy ishda. Shuning uchun hujjatdagi lavozim nomi juda muhim. 5-guruh pensiyaga chiqayotganda shoshilib hujjat topshirganlar. Ko'p odam pensiyam kechikmasin deb bor hujjatni topshiradi. Yetishmayotganini keyin topaman deydi, lekin keyin unutadi. Oradan 5 yil, 10 yil o'tadi. Aslida arxidan topilgan yangi hujjatlar asosida qayta hisoblash qilish mumkin. Men doim aytaman, pensiya bir marta tayinlandi degani endi tekshirtirib bo'lmaydi degani emas. Agar yangi dalil, yangi hujjat hisobga olinmagan staj yoki ish haqi topilsa, murojaat qilish kerak. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish stajingiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, ish haqi ma'lumotlaringiz avtomatik tasdiqlangan bo'lsa, hisob kitob varaqasini olib tekshirgan bo'lsangiz va unda hamma davrlar to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir men bir marta tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki xato faqat eski hujjatlarda emas, elektron ma'lumotlarda ham bo'lishi mumkin. Familiya o'zgargan, pasport ma'lumotlari almashgan, tashkilot istiri noto'g'ri tushgan, ish davri bo'linib qolgan bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, Olibtaki yoshli otaxon 2 million 100 ming so'm pensiya oladi. U 35 yil ishlaganini aytadi. Lekin hisob kitobda atiga 28 yil staj ko'rsatilgan. Nega? Chunki 1932 yildan 1939 yilgacha ishlagan korxonasi yopilgan, mehnat daftarchasidagi muhr o'qilmagan. Otaxon endi kech bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin farzandi arxivga murojaat qiladi. Buyruq nusxalari va ish haqi ma'lumotlari topiladi. Shu 7 yil qo'shilgach pensiya sezilarli oshishi mumkin. Agar o'sha davrda ish haqi ham yaxshi bo'lgan bo'lsa, farq yanada kattalashadi. Yana bir misol, 12 yoshli ayol 30 yil maktabda ishlagan, lekin pensiyasi kutilganidan past tekshirib qaralsa, uning boshqa tumandagi maktabda ishlagan 4 yili bazada ko'rinmaydi. Sababi u turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan, eski hujjatlar eski familiyada qolgan. Nikoh guvohnomasi, mehnat daftarchasi, maktabdan ma'lumotnoma va arxiv tasdig'i bilan bu davr bog'lab berilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Ko'pchilik ayollar aynan familiya almashgani sababli yillarini yo'qotib qo'yadi. 3-misol, bir kishi haydovchi bo'lib ishlagan, lekin oddiy haydovchi emas. Uzoq yillar maxsus sharoitda, og'ir yuk mashinasida, belgilangan yo'nalishlarda ishlagan. Pensiyaga chiqqanda esa lavozim oddiy haydovchi deb ketgan. Agar korxona buyruqlari, tarif varaqalari, ish tavsifi, yo'nalish hujjatlari topilsa, ayrim davrlar boshqacha baholanishi mumkin. Lekin bu yerda men ogohlantiraman. Har qanday haydovchilik avtomatik imtiyoz degani emas. Hujjat bilan isbot kerak. 4-misol, pensioner ilgari yaxshi o'ylik olgan. Lekin arxivda ish haqi vedomoslari topilmagani uchun pensiya minimalroq ma'lumotlar asosida hisoblangan. Keyin korxonaning hujjatlari viloyat arxivida saqlanayotgani aniqlanadi. O'sha yerda 5 yilning maosh vedomoslari bor. Bu ma'lumotlar asosida qayta hisoblash so'raladi. Natijada pensiya oshishi mumkin. Mana shunday holatda odam mening pensiyam nega qo'shninikidan kam deb hayron bo'ladi. Javob ko'pincha shunda. Qo'shnining hujjatlari to'liq, sizniki esa to'liq emas. Eng katta xato og'zaki gapga ishonish. Sizga baribir qo'shilmaydi. Bu yillar hisobga o'tmaydi, arxiv topilmaydi. Qayta hisoblash foyda bermaydi degan gaplarni eshitishingiz mumkin. Men bunday vaziyatda doim yozma javob so'rashni maslahat beraman. Agar siz ariza bersangiz, tashkilot yozma javob berishi kerak. Yozma javobda sabab ko'rsatiladi. Sababni ko'rmasdan turib, siz haqiqatan imkoniyat bor yo'qligini bilmaysiz. 2-tuzoq, faqat mehnat daftarchasiga tayanish. Mehnat daftarchasi muhim, lekin u yagona hujjat emas.
ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i. Shaxsiy varaqa, ish haqi vedomosti, arxiv ma'lumotnomasi, tashkilotdan berilgan tasdiqnoma, harbiy bilet, diplom bo'yicha ayrim davrlar, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar ham muhim bo'lishi mumkin. Ba'zan bitta yetishmayotgan hujjat butun hisobni o'zgartiradi. Uchinchi nozik jihat, hamma qo'shimcha hujjat pensiyani oshirmaydi. Men buni ochiq aytaman. Ba'zan odam arxivdan 3 yil staj topadi, lekin pensiya oshishi juda kam bo'ladi yoki umuman o'zgarmaydi. Nega? Chunki pensiya formulasi faqat yil soniga bog'liq emas. Boshqa cheklovlar va hisoblash tartiblari ham bor. Lekin bu tekshirtirmaslik kerak degani emas. Siz tekshirtirmaguncha bila olmaysiz. Agar farq kichik bo'lsa ham, bu sizning qonuniy pulingiz. 4-tuzoq. Vositachilarga pul berish. Kimdir, men 3 million qo'shib beraman. Tanishim bor, falon pul bersangiz pensiyani oshiraman desa, ehtiyot bo'ling. Pensiya qonuniy hujjatlar asosida oshadi, tanish bilish asosida emas. Siz qilishingiz kerak bo'lgan ish, hujjatlarni yig'ish, ariza berish, yozma javob olish, zarur bo'lsa yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish. Noma'lum odamlarga pasport nusxasi, plastik karta ma'lumotlari, SMS kod, bank ilovasi parolini bermang. Ayniqsa pensionerlar firibgarlarning asosiy nishoni bo'lib qolmoqda. 5-nozik jihat, muddat va to'lov masalasi. Qayta hisoblash qachondan qo'llanadi? Oldingi oylar uchun farq to'lanadimi yoki faqat murojaat qilingan kundan keyinmi? Bu holatga va hujjatga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun arizani kechiktirmaslik kerak. Agar siz bugun shubha qilsangiz, bugun hujjat yig'ishni boshlang. Har bir oy kechikish ehtimoliy qo'shimcha pulni yo'qotish demakdir. 6-muhim masala hisob-kitob varaqasini olish. Ko'pchilik pensioner pensiyasi qanday chiqqanini bilmaydi. Menga shuncha tayinlashdi deydi, xolos. Men esa birinchi navbatda pensiya hisob-kitobini yozma shaklida so'rashni maslahat beraman. Unda qaysi yillar stajga kiritilgani, qaysi ish haqi davri olingani, qanday asoslar qo'llangani ko'rinadi. Ana shundan keyin siz solishtirasiz. Men 1940 yildan 1995 yilgacha ishlaganman. Nega bu yerda yo'q? Men 1997 yilda yuqori maosh olganman. Nega boshqa davr olingan? Men harbiy xizmatda bo'lganman. Nega ko'rsatilmagan? Savollar aniq bo'lsa, javob ham aniq bo'ladi. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam uyda bor hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pensiya guvohnomasi, pasport yoki ID karta, stir, JSSHIR, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, diplom, eski ma'lumotnomalar, ish haqidagi qog'ozlar, mukofot buyruqlari, lavozimga tayinlash hujjatlari, arxivdan oldin olingan javoblar, hammasini bitta papkaga soling. Hujjat eski sarg'aygan yoki yirtilgan bo'lsa ham tashlamang. Ba'zan aynan eski qog'oz eng kuchli dalil bo'ladi. 2-qadam. Mehnat daftarchasini yillar bo'yicha tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, tashkilot nomi, lavozim, buyruq raqami, muhr bor yo'qligini qarang. Agar biror joyda bo'shliq bo'lsa, masalan 1934 yilda ishga kirgan, 2000 yilda chiqqan, lekin o'rtada tashkilot nomi almashgan bo'lsa, shu davrni alohida belgilab qo'ying. Keyin aynan shu davr uchun arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Arizada oddiy va aniq yozing. Mening pensiyamni tayinlashda hisobga olingan ish staji va ish haqi ma'lumotlari bo'yicha hisob-kitobni yozma ravishda berishingizni. Shuningdek, qo'shimcha taqdim etilgan hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab chiqishingizni so'rayman. Agar qaysi davr qo'shilmaganini bilsangiz alohida yozing. 1992 yil mart oyidan 1998 yil iyun oyigacha falon korxonada ishlagan davrimni stajga kiritishni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni, manzilingizni, sanani ko'rsating va nusxasini o'zingizda qoldiring. 4-qadam. Arxivga murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, hujjatlar tuman, shahar yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arxivga yozganda korxonaning to'liq nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, eski familiyangiz bo'lsa, uni ham ko'rsating. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi vedomotlari, shaxsiy kartochka, lavozim bo'yicha ma'lumotlarni topib berishingizni so'rayman deb yozing. Arxiv javobi topilmadi desa ham, bu oxirgi nuqta emas. Ba'zan hujjatlar boshqa arxivda yoki korxonaning o'ris tashkilotida bo'ladi.
Beshinchi qadam, agar javob tushunarsiz bo'lsa, izoh talab qiling. Masalan, pensiya jamg'armasi qayta hisoblash uchun asos yo'q deb yozsa, siz qaysi norma va qaysi sababga ko'ra rad etilgani batafsil tushuntirib berishingizni so'rayman deb qayta murojaat qilishingiz mumkin. Chunki rad javobi umumiy bo'lsa, uni tekshirish qiyin. Aniq sabab bo'lsa, keyingi qadamni belgilash oson. 6-qadam, barcha murojaatlarni yozma yoki elektron shaklda rasmiy yuboring. Og'zaki suhbatni dalil qilib bo'lmaydi. Davlat xizmatlari orqali yuborsangiz, ariza raqami qoladi. Pochta orqali yuborsangiz, jo'natma kvitansiyasini saqlang. Bo'limga shaxsan borsangiz, arizangizning nusxasiga qabul qilingan sana va muhr qo'ydiring. Bu keyinchalik juda kerak bo'ladi. 7-qadam, agar siz keksa odam bo'lsangiz, ishonchli farzandingiz yoki yaqin qarindoshingizdan yordam so'rang. Lekin hujjatlarni begona odamga berib yubormang. Agar vakil orqali ish yuritilsa, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirilgani ma'qul. Pensionerlarning huquqini himoya qilishda tartib-intizom juda muhim. Qaysi ariza qachon berildi? Qaysi javob qachon keldi? Qaysi hujjat qayerdan olindi? Hammasi alohida papkada tursin. 8-qadam, pensiya oshirilsa, yangi hisob kitobni ham tekshiring. Ko'pchilik oshdi deb xursand bo'ladi va yana tekshirmaydi. Aslida yangi hisobda ham xato bo'lishi mumkin. Qaysi davr qo'shildi? Qancha farq chiqdi? Qachondan boshlab to'lanadi? Oldingi davr uchun to'lov bormi? Bularning hammasini yozma ravishda so'rang. Pul masalasida taxmin emas. Aniq hujjat kerak. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. 3000 so'mga oshadi degan gapni hamma uchun kafolat sifatida tushunmang. Bu eng katta xato bo'ladi. Kimdadir 5000 so'm chiqadi, kimdadir 500 ming, kimdadir 1 milliondan ko'proq, kimdadir esa hujjatlar juda kuchli bo'lsa va oldin katta xato ketgan bo'lsa, 3 million so'mgacha farq bo'lishi mumkin. Asosiy maqsad shov-shuv emas, o'z haqqingizni tekshirtirish. Siz pensiyani davlatdan sovg'a sifatida olayotganingiz yo'q. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz, to'lagan badallaringiz, ishlagan kunlaringiz natijasi. Bugungi eng muhim fikr shuki, pensiyangiz kamdek tuyulsa, qo'shningiz yoki tanishingizdan kam olayotgan bo'lsangiz, ish stajingiz to'liq hisobga olinganiga shubha qilsangiz, jim yurmaslik kerak. Hisob-kitob varaqasini so'rang, hujjatlarni yig'ing, arxivga murojaat qiling. Pensiya jamg'armasiga qayta hisoblash haqida yozma ariza bering. Aynan shu oddiy yozuv, ya'ni rasmiy ariza ko'p pensionerlar uchun yo'qolgan yillarni, unutilgan ish haqini va qonuniy qo'shimcha pulni qaytarishi mumkin. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya masalasida shunday holatga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Qaysi yil ishlagansiz, qaysi hujjat yetishmayapti, pensiyangizni tekshirtirganmisiz? Men bunday savollarni ko'rib, keyingi videolarda yanada aniqroq tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta ota-onangizga, qo'shnilaringizga, mahallangizdagi pensionerlarga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ariza kimningdir oyma-oy daromadini sezilarli darajada oshirib berishi mumkin.